Men quruvchiman. Yurtimizda bunyodkorlik ishlari shiddat bilan rivoj topayotganiga guvoh bo'lyapman. Albatta bularning zamirida mamlakatimizda yaratilayotgan qulay sharoitlar va hukumatimizning e'tibori yotibdi. Poytaxtimiz Toshkent dunyoning eng go'zal va obod megapolislardan biriga aylanishiga ishonaman. Hamyurtlarimiz zamonaviy, barcha qulayliklarga ega bo'lgan uylarda yashashini istayman. Quruvchi tili bilan aytganda, biz mustaqil davlatning mustahkam poydevoriga ega bo'ldik. Endi esa mana shu poydevor ustiga munosib va quvvat binoni birgalikda barpo qilamiz. Shu kabi ezgu ishlarda barchamizga bosh bo'ladigan Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni haqiqiy yo'lboshchi deb bilaman. Men o'z ovozimni O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi nomzodiga beraman.